Assalomu alaykum, hammalaringizga xayrli kun. Sizlarga lifehackning zo'ri. Ko'plar mashinasiga mana bunday suvenirlar, kichkina mashina yoki vertolyot, shunga o'xshash o'yinchoqlarni qo'yib yurishni yaxshi ko'rishadi. Ammo buning uchun mashinani ko'plar baloniga двухсторонка skotch yoki boshqa narsalar qilib mashinani qotirib qo'yishadi. Asosan oson bo'lish uchun. Yo'q, bunday qilish kerak emas. Xayr, buni vertolyotimizni o'zi ostida bu zavodskiy bo'ladi. Xayr, buni qotirib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun mana buni любой joyga qo'ysangiz shu joyda turishi mumkin. Lekin buni ostiga qo'yiladigan narsa magnit, oddiygina. Misol uchun mana buni o'zini yopishtirib qo'yganman двухсторонка bilan. Keyin ustiga mana bunaqa 3 ta magnitcha, kichkina magnitcha qo'yasiz. Keyin ostiga, mashinaning ostiga 4 burchak. Mana bunaqa telefonga qo'yiladigan magnitchadan двухсторонка bilan yopishtirib qo'yilgan. Bu nima uchun двухсторонка bilan qo'yilgan? Mashina yaxshi turadi, chiroyli turadi. Uni ustiga mashinani olib, xohlagan paytingizda shu yerni artib, tozalab qo'yishingiz uchun oson bo'ladi. Agar двухсторонка bilan mashinani yopishtirib qo'ysangiz, har olganingizda двухсторонка yopishib qolgan bo'ladi bu yerga. Uni ham ko'chirib olishga to'g'ri keladi. Xullas, torpedani ham rasvo qilish mumkin. Eng oson va yaxshi varianti mana shu. Bunaqa magnitchalarni esa xohlagan joyingizdan topishingiz mumkin. Men o'zim buni Makommaldan oldim. Arzimagan pulga uchalasini. Xullas shunaqa gaplar.